har bitta ko'chatinglarni unumdorligini oshirish xohlasangiz, aynan bu video siz uchun. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Ali Barakaning va Agrostream Group kompaniyaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Agrostream Group kompaniyasi sizlar uchun tomchilab sug'orish kompyuterini tavsiya berishadi. Bunda Arslan aka to'liq ma'lumot berib o'tadi. Arslan aka o'sha bizning obunachilarimizga ham qiziq. Bu o'zi bu kompyuter nima vazifa bajaradi? Qanaqa qulayliklari bor? Har bitta dehqonlarga nima yana yengilliklar kiritib beradi? O'shalar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Здравствуйте, меня зовут Арслан, я работаю в компании AgroStream Group. Мы работаем уже с 2011 года, и с этого времени мы устанавливали растворные узлы по всей Центральной Азии, как в Республике Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. В теплице от 20 соток до 10 гектар мы устанавливаем вот такие растворные узлы автоматического полива. Преимущество этих растворных узлов: он точно дозирует воду и удобрения, контролирует pH и C. Есть возможность удаленного доступа посредством смартфона. Вы можете управлять этим растворным узлом с любой точки мира через смартфон или ноутбук. Задача этого растворного узла — давать точное питание для растений и повышать урожайность и качество плодов вашего урожая. Xo'p, Arslan aka, misol uchun qaysidir ham teplisiga o'rnatib berdingiz. Ana shu o'rnatib bergan dehqoningiz sizlardan qanaqa minnatdor va qanchadan beri xizmat qilyapti? O'zi bu kompyuter sistemani qachondan beri boshladinglar va qaysidir ham shu dehqonga o'rnatib bergan bo'lsangiz, qanchadan beri xizmat qilyapti? O'shalar haqida keyin mana bu har bitta sistemalar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, bizning obunachilarimizga ham qiziq bo'ladi. Мы установили самый старый растворный узел в 2011 году. Это в Шымкенте, там теплица 5 гектар. И этот растворный узел до сих пор 15 лет работает там бесперебойно. Только 2 года назад мы делали сервисное обслуживание и прочистили просто каналы кислотой и поменяли итальянские клапана. Xo'p, yana Arslan aka, misol uchun bu kompyuter haqida sizlarga qaysidir mijoz zakaz bersa, qancha muddatda yasab o'rnatib berish xizmatlari ham bormi? O'sha ham ayniqsa qiziq bo'ladi. Мы производим растворные узлы в связи с сложностью работы, с условиями заказа. Потому что теплицы бывают разные, там площадь теплицы и так далее. Ну, средний срок у нас 2 недели. Это с установкой вместе. Сборка и установка растворного узла. Arslan aka, bu kompyuter haqida garantiyalari qanaqa bo'ladi va yana qolgan ma'lumotlari bo'lsa, aytib o'tsangiz bizning obunachilarimizga qiziq bo'ladi. Мы даем 1 год гарантии на оборудование и на бесплатный сервис на это оборудование. Boshqa ma'lumotlar qolmadi boshqa. Если вам нужно купить дополнительное оборудование для этого растворного узла, то вы можете приобрести его в компании Ali Baraka. Также и купить этот растворный узел. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'zlari aytganlarida eshitdinglar, qanaqa xususiyatga ega ekanligi. 10 sotoda deyarli aytaylik 5 tonna hosil olasizlar har bitta ko'chatinglardan. Bu qo'yganinglardan keyin 6-7 tonnagacha hosildorlik yanada ko'tariladi. Kimga mana shunaqangi kompyuter sistemalari kerak bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bularni Agrostream kompaniyasi, Group kompaniyasi Arslan aka nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda, chiroyli narxlarda baraka qilsanglar bo'ladi va bunga qo'shimcha ketadigan tomchilab sug'orish kapilni lenta, aksessuarlarni Ali Baraka savdo majmuasidan optim narxlarda xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng sifatli mahsulotlarni tavsiya beramiz. Arslan aka, ma'lumot uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat.